Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhaciret turayotgan barliq aziz qarindoshlar, Allohning rahmati, salami hammanglarga bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo aylarning eng yaxshisi bo'lgan Ramazon oyida qilgan taat va ibodatlaringizni qabul qilsin. Ve o'tgan kechilarimizni qadr kechilaridan qilsin, aylarimizni Qur'on aylaridan qilsin, hayotimizni hayot Qur'onlardan qilsin. Hammanglarning oldimizda kelayotgan ro'za hayitlarga muborak bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo bu ro'za hayit gününü, ro'za hayit faoliyatini barliq Uyg'ur musulmonlarining qutulishig'a vesile qilsin, birlik, ittifoqlik, inoqlik ve sevgi muhabbatga vesile qilsin. Tekrar hammanglarning ro'za hayiti muborak bo'lsin. Assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünyanın her yerdeki Müslüman kardeşlerine, cümleden vatan içinde zulüm yaşavatkan, vatan içinde musafirlik yaşavatkan Uygur kardeşlerimizle Allah'ın salamı, rahmeti, mağfiret olsun. Hem Allah'ın roziyeti mübarek olsun. Ve uluk Allah kılgan, Ramazan'da kılgan dualarımızı, ibadetlerimizi Allah kabul kılsın. Uluk Allah'ın kilercili Ramazan'da ve roziyeti de vatanımız olan Şarkı Türkistan'da urug' tuqqan qavm qarindoshimizdan birga shu Ramazon muborakni ham ro'ziyatni o'tkazishga nasib qilsin. Hammanglarga Allohning salom, rahmat, mag'firat bo'lsin. Tekrar yetinglar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ro'za hayitlik salom. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Dunyoning har qaysi yerlarida yashayotgan musulmonlarning ro'za hayitinglar muborak bo'lsin. Vatanımız bo'lgan Sharqiy Turkistonda Xitoy tajovuzchilarining zulm ostida yashayotgan, ro'za hayitini muboraklayotgan shu xalqimizning ro'za hayiti muborak bo'lsin. Vatanning sirtida erkin ozod yashayotgan barliq xalqimizning, Uyg'ur musulmonlarning, Sharqiy Turkistonliklarning ro'za hayitinglar muborak bo'lsin. İnşallah pat arada Allah'ın yardımı bilen vatanımız bolgan Şarkı Türkistan'da yaşayotgan 35 milyon halkımız mı şu ro'za hayitlarimizni yaxshi xotirlash, yaxshi tabriklashga nisib bo'lg'isi. Biz vatanning sirtida, shu hozirgidek uchur dunyosida vatanimiz bolgan Şarkı Türkistan'da yaşayotgan ota-onalarimizning, tuqqanlarimizning, do'st birodarlarimizning yiğitlerini mübarekleyenmeyatımız. Xitoy tajovuzchilari vatanimiz bo'lgan Sharqiy Turkistonda bizning Uyg'ur xalqimizga, Uyg'ur musulmonlarimizga Allohning go'zal salomlarini qilishni to'sayotadi. Biz vatanning sirtida yashayotgan har bir Uyg'ur qarindoshlarimiz, har bir Sharqiy Turkistonliklar biz shu ro'za hayitlik salomlarimizni har qaysi davlatlarda turayotganlarimiz bir-birimizningkini muboraklash, bir-birimizningki ro'za hayitimizni qutlaqlash, biz musulmon bir xalq, musulmon bir millat, biz majburiyatimizni ado qilaylik. Jumladan butkul vatanning ichi, vatanning sirtida yashayotgan Sharqiy Turkistonlik Uyg'ur musulmonlarimizning ro'za hayitinglar muborak bo'lsin. İnşallah Allohning yordami bilan bizmo vatanimiz bo'lgan Sharqiy Turkistondagi shu xalqimizning ro'za hayitini muboraklaydigan, shu vatanimiz bo'lgan Sharqiy Turkistonda yashayotgan shu 35 milyon xalqimizmo Allohning yordami bilan ro'za hayitlarini, qurbon hayitlarini muboraklashga nisib bo'lg'isi. Allah butkul dunyoning har qaysi yerlaridagi musulmonlarning shundaqla Sharqiy Turkistonlikning ro'za hayitinglar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Dunyoning barliq joylaridagi musulmon qarindoshlarım, jumladan Sharqiy Turkistonlik
vatan ichida zulm ostida yashayotgan, vatan sirtida musafirchiliksiz yashayotgan barliq qarindoshlarimga Allohning go'zal salomlari bo'lsin. Ramazon oyida tutgan ro'zalarimiz, qilgan ibodatlarimiz, duolarimiz va ihsonlarimizni Alloh subhanahu va taolo o'z dargohida qabul qilsin. Ramazon Hayit bayraminglar mübarek bo'lsin. Kelar yili Ramazon Hayit bayramimizni vatanimiz bo'lgan Sharqiy Turkistonda o'z qo'lim qarindoshlarimiz bilan birga o'tkazgili Alloh nasib qilsin. Tekrar Ramazon Hayit bayraminglar mübarek bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalamu alaykum hürmetli qarindoshlar. Bütün dünyadaki Şarkı Türkistanlıklarının ro'za hayitini mübarekleymen. Cümleden Şarkı Türkistan'daki halkımızın gerçi izleyatkan, azap tatıvatkan bosumu ularının bir-birisinin ro'za hayitini tebrikleyemevatkan müştak halette biz muşu ikrarlar arkalık ularının ro'za hayitini tebrikleşke münasip olduk. İnşallah şu qarindoshlarımızın pat müddette ro'za hayitini biz bilan birlikte hoşal xoram holatda o'tkazishni Cenab-ı Allah tileyman. Ahırda hammalarning yana bir qitim ro'za hayitinglarga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum dunyoning qaysi joylaridagi Uyg'ur qarindoshlar va jumladan vatanimiz Sharq Turkistondagi zulm tortayotgan qarindoshlar. Hammalarning ro'za hayitiga muborak bo'lsin. Alloh taolo Ramazonda qilgan ibodatlarimizni va duolarimizni Alloh taolo qabul qilsin. İnşallah pat yaqında kelarki ro'za hayitni vatanimiz Sharq Turkistonda ata-onalarimiz bilan jam bo'lib o'tkazishga Alloh subhanahu va taolodan so'rayman. Hammalarning ro'za hayitini tekrar tabriklayman. Allohga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bütün dünyadaki barliq Uyghur qarindoshlarım, analar, akalar, hadilar ve atılar. Hammalarning ro'za hayit bayrami mübarek bo'lsin. Biz bu bayramimizni Xitoy tajovuzchilari dardin vatanimiz Sharqiy Turkistonda o'tkazalmadik. Aldığımızdaki yıl inşallah bu bayramimizni vatanimiz Sharqiy Turkistonda o'tkazgili Allah nasip qilsin. İnşallah bu bayramimizni sağ-salamat bir şekilde o'tkazgili Allah nasip qilsin. Yakın bir vaqtda inşallah vatanimizga qayta olamiz. Amin. Hammalarning ro'za hayit bayrami mübarek bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mübarek hayitlarga cinim dadam, mübarek hayitlarga cinim anam, mübarek qirindishim kulum kuşlar. Yiraktaki oğlumlarım Eytli salam, eytli salam. Mübarek meldaşlar, mübarek canadaşlar, Yiraktaki oğlumlarım eytli salam, eytli salam.
Hatırlar mübarek hey yoksullar, hey mübarek dili sunuklar. Bu köyüm emnlarga eytli salam, eytli salam, eytli salam, eytli salam.